Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Buxoro Abzor kanalining hurmatli obunachilari, men uzoq o'lkalardan, o'sha Rossiyaning Sibiridan kelyapman shu narxlarni ko'rib. Bu hamajonni temirchi bola peshku narxlarni sindirdim deydi. Shu narxlarni bir ko'raylik deb qo'rqizim bilan keldik. Endi qo'rqizni ko'tarib olaylik, ha bu charchamasin endi. Xo'sh, narxlarni keling bitta uzoqdan kelyapman, o'zim aytib o'tsam sizlarga narxlarini. Ikkita uyning orasiga qo'yiladigan pechkalarimiz yangi yilga skidka qildik, bonusi 2,5 million edi, 2 million 300 ming so'm. 200 ming so'mdan arzon qildik narxlarimizni. Ikkita uyning orasiga qo'yiladi. Ikkita uyni bemalol 60 kvadrat pechka deydi o'shanga. uni damini beradi aka bu. 60 kvadrat uyni istadi, 60 kvadrat uyni. Mana bu kravatimiz 3 million 800 ming so'm sotilgan sezonida, yozda. Hozir qish kelganiga kravatga hech kim o'tirmaydi. Bizga endi o'xshagan qorbob bo'lib o'tiradi. Sizlar o'tira olmaysizlar-da. Endi bacham biza katta yoshimiz. O'sha uchun bu kravatlarni 3 million so'm qildik narxini. Hozirga yana skidka qildik bayramona. Yana nima bor? Yanami keling, pechkalarimiz bor seximizda. Mana bunaqa drabilkalarimiz bor, mahalliylashtirdik. Drabilkalarni o'zimiz ishlab chiqamiz. Shuni ham bir skidka qilaymi? 1,5 million qildik shuni. Mana ketsin boydan ketsin 1,5 million so'm narxi. Mana sovg'asizlar. Faqat korpusi, materiali yo'q, buni ham aytib o'tamiz. Motorsiz. Bularni ayting. Xo'p. Buni narxi 4 lik materialdan og'irligi 45 kg bo'ladi pechkani, tutun qaytarsa qaytarib olish garantiyalari bor. Narxi 1,5 million edi, 1 million 400 ming so'm yo'q, 1 million 300 ming so'm qildik narxini. Ana. Bunimizni narxini 1 million 200 edi, 1 million qildik buni narxini. 200 ming so'm tushdi narxlarimiz. Samarqand pochon pechkamizning kichkinasi 550 ming so'm, buni 500 ming so'm qildik narxini. 500 ming. Bularchi Eko Buxoro. Eko Buxorolik obunachilarimiz uchun xuddi shu narsa ularga ham birinda uriladi. Narxi shu 1 million so'm. 1 million so'm. Garantiyasini beramiz. Nimalar bor yana sizga? Xo'p, qo'rqizni yuboraylik, charchab qolmasin. Narxlariga keladigan bo'lsak, pechkalarimiz terib tashalgan. Har xil narxda kraskalangani 500 ming so'm bo'lsa, kraskalanmagani 450 ming so'm. Keladi, yurakchani qizdiradi. Sizni kanalingizga, meni kanalimga, Eko Buxoro kanali, Buxoro Abzor kanaliga obuna bo'lganini ko'rsatsa 100 ming yana arzon qilamiz. Yana skidka qilamiz. Faqat skidkani bombasi bizaga. Drabilkalarimizni. Mana drabilkalar. Yaqindan bitta e'tibor berasiz. Qalin turba, pichoq 28 ta, motorga keladigan bo'lsa, hech qanaqa aldam-qaldami yo'q. Motorlarimiz Ariol motor, 3,5 ming oborot, 6,5 kilovat. Narxi 2 million 500 ming so'm. Buxoro bo'ylab dastavkasiga qo'shiladi. 100 ming so'm, 50 ming so'm, 100 ming so'm shunday narxga qo'shiladi. Kelib olib ketadiganlar bo'lsa, yana kelishtiramiz. Bo'ladigan narxlarni ayting, Qorbobo. Xo'p, endi bitta kelib sherchasini aytadi bizga, ham sovg'amiz bor, ham drabilka beramiz. Ana bunaqa setkalarni beramiz sovg'a tariqasida. Qarang, yarmaga, dondan yarma qiladi. Mana bu setkamiz pachatkalarni, dondan un qilib beradi. Mana bu mollar uchun, katta mollar uchun, kichik mollar uchun yem qashaq qilib nimani o'tlarni o'tkazib beradi. Mana shunday 3 ta bayramona sovg'asi ham bor. Mana sovg'a bor ekan. Xo'p, drabilkalarimiz o'zimizda ishlab chiqaryapti. Hozir ham mana ustolarimiz ishlab o'tiribdi. Drabilkani o't o'tkazganini ham ko'rsatib beramiz. Ana. Mana bu katta o'sha qamishni, bedani uzun bedani o'tkazgani. Biz ham yo'qqa kiyik boqamizda Sibirga, o'shanga kiyiklarimizga yetib beramiz. Keyin kiyikni minib yana kelaman. Mana ko'rasiz. Drabilkalarimiz cheklanmagan miqdorda bor. Xo'p, pichoqlardan ham sotamiz. Olaman deydiganlarga. Hamma narsa bor. Temir tersak deysizmi? Mana pichoqlarni ko'rasiz. 28 ta 34 ta pichoqlik bo'ladi. Bular har xil variantda narxi 350 ming so'mdan qilib yangi yilga bayramona sovg'a. Mana yana nima kerak? Yana nima ishlab chiqarasizlar? Yangilik bormi? Yangilikni zo'rlari faqat bizda aka. Faqat oxir ham bor ekan mana. Uring sindiring bir ikkita oxirini shu nimaga. Urib sindirmaysizmi? Oxirlarini yo oxirlarini lekin beramiz. Oxirlarimiz
Ustamız ishlayapti Ismoillar. Petkalarimiz. Keyin qarang, motor ham beramiz bizlar. Motor olaman deydiganlar bor, motor olaman deydiganlar bo'lsa, yangi motor upakovkalarimiz mana. Mana Upakovka yangi motorlarimiz, ana motor 6,5 kilovat, 3,5 ming оборот Ariol. Rossiyskiy motor bo'ladi. Ikki taraflama o'zining himoya qobig'i bo'ladi motorni. bu nech pul motorlar? Motorni 1 million 300 ming so'm qilib beramiz. 1 million 300 ming so'm qilib. Buxoro Obzor kanali nomidan chiqsa, yurakchani qizdirib kanalga obuna bo'lgan bo'lsa, Eko Buxoro kanali ham bor, bizning o'zimizning shaxsiy kanalimiz. U kanalga obuna bo'lib bo'lgan Mana bo'lsa, o'tib obuna bo'ladi. kelsa yana 100 ming so'm, 100 ming so'm arzon qilib beramiz narxlarga. Xo'p, oxirlarimiz bor, mol oxir, quy oxirlarimiz bor, samoni bitadigan oxirlarimiz bor. Nimaki shu temir mahsulotlari mollar uchun nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma narsa yetarli darajada bor. Kelsalar, ko'rsalar yoki telefon bilan ijtimoiy tarmoqlarda YouTube, WhatsApp qayerdan misol ko'rib, nima qilsalar, telefon qilsalar, yetkazib ham beramiz. Dastavkalarga qo'shilib qoladi. Qorbobodan sovg'a. Qorbobodan yangi sovg'asi ana shunday bo'ladi. Nima tilaklarimiz bor yangi? Tilaklarimiz pulni chedalanglar, narsani yaxshidan olinglar. Kelib bitta she'rni aytinglar, yaxshi qorbobomiz quvnoq, soqollari oppoqni aytsalaringiz, kelib shu drabilkani ham arzon qilamiz. Hamma narsani arzon qilib bizdan kelib olib ketaverasizlar. Narxlari bilan ustiga biza garantiyalarni ham yozib beramiz. Bizadan arzon topganga yana 100 ming so'm arzon qilib beramiz. Yana nima kerak deydi? Yana nima kerak? Shunda endi ishlaringizga omad. Sog' bo'ling. Men kelasi yil yana kelaman qishga. Mana, yana keladilar. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat.